Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi nimaga qarab hisoblanadi? Kimning pensiyasi oshadi? Kimda o'zgarish kamroq seziladi va qaysi holatlarda odamlar o'z haqqini to'liq ola olmay qolishi mumkin? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, yaqinlari, hali pensiyaga chiqmagan ishlayotgan fuqarolar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya tizimidagi har bir o'zgarish oilaviy byudjetga, dori-darmon xarajatiga, kommunal to'lovlarga va kundalik hayotga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bu mavzuni oddiy tilda misollar bilan qaysi raqamlar nimani anglatishini tushuntirib beraman. Hozirdanoq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi va sizning faolligingiz videoni ko'proq odamlarga yetkazadi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Juda sodda qilib aytsam, indeksatsiya bu pensiya miqdorini hayot qimmatlashuviga moslashtirish jarayoni. Ya'ni narxlar oshsa, oziq-ovqat, dori-darmon, transport, kommunal xizmatlar qimmatlashsa, pensionerning daromadi ham ma'lum darajada oshirilishi kerak. Aks holda qog'ozda pensiya o'sha qoladi, lekin amalda uning xarid qobiliyati pasayib ketadi. Masalan, bir pensioner 2025 yilda 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, u shu pulga bir oyda ma'lum miqdorda un, yog', go'sht, to'g'ri, kommunal to'lov va transport xarajatlarini qoplay olgan. Agar 2026 yilda narxlar o'rtacha umum foizga oshsa, lekin pensiya o'zgarmasa, demak u odam avvalgidek yashay olmaydi. Shu sababli indeksatsiya joriy qilinadi yoki yil davomida pensiya va nafaqalar oshiriladi. Oldin qanday bo'lgan? Amaliyotda pensiyalar odatda davlat qarorlari asosida oshirib borilgan. Odatda bunda bir nechta omil hisobga olingan. Inflyatsiya, byudjet imkoniyatlari, ish haqi va ijtimoiy nafaqalar tizimidagi o'zgarishlar, eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash zarurati. Lekin ko'pchilik fuqarolar bir narsani noto'g'ri tushunadi. Pensiya oshirilsa, hammaning pensiyasi bir xil summa yoki bir xil tartibda oshadi deb o'ylashadi. Aslida hamma holatda ham bunday emas. Hozir nimaga e'tibor kuchaygan? Hozir pensiya tizimida adolat, badal to'lagan mehnat staji, rasmiy daromad, minimal kafolatlar va ijtimoiy himoya o'rtasidagi muvozanat ko'proq muhokama qilinmoqda. Ya'ni davlat bir tomondan kam pensiya olayotganlarni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Ikkinchi tomondan esa uzoq yillar rasmiy ishlagan, yuqori maoshdan ijtimoiy to'lovlar qilingan fuqarolarning mehnatini ham hisobga olish kerak. 2026 yilgi indeksatsiya masalasida ham aynan mana shu omillar muhim. Narxlar qanchaga oshgani, byudjetda qancha mablag' borligi, pensionerlar soni, iqtisodiyotdagi o'sish, ish haqi fondi, pensiya jamg'armasiga tushumlar va aholining ijtimoiy ehtiyoji. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi? Men eng muhim savoldan boshlayman. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida nimalar hisobga olinadi? Birinchi katta omil bu inflyatsiya. Inflyatsiya degani narxlarning umumiy o'sishi. Lekin bu yerda bitta nozik jihat bor. Rasmiy inflyatsiya o'rtacha ko'rsatkich bo'ladi. Pensioner esa o'z hayotda o'rtacha inflyatsiyani emas, aynan o'zi ko'p xarid qiladigan mahsulotlar narxini his qiladi. Masalan, pensiya yoshidagi odam ko'proq non, sut, yog', dori-darmon, kommunal xizmatlar va transportga pul sarflaydi. Agar texnika yoki kiyim-kechak narxi kamroq oshsa-yu, dori narxi ko'proq oshsa, rasmiy inflyatsiya bir raqam bo'lishi mumkin, pensionerning real xarajati esa boshqa raqam bo'ladi. Shuning uchun indeksatsiya muhokamasida pensionerlar iste'mol savati alohida ahamiyatga ega. Ikkinchi omil bu davlat byudjeti va pensiya jamg'armasi imkoniyatlari. Pensiyani oshirish shunchaki qaror yozish bilan tugamaydi. Har oy millionlab pensionerlarga qo'shimcha pul to'lanadi. Masalan, agar mamlakat bo'yicha juda ko'p pensioner bo'lsa va har biriga o'rtacha 100 ming so'mdan qo'shimcha berilsa, bu oyga juda katta mablag'. Yiliga esa undan ham katta xarajat degani. Shuning uchun indeksatsiya foizi yoki miqdori belgilanganda davlat daromadlari, soliq tushumlari, ish haqi fondi, iqtisodiy o'sish, budjet defitsiti kabi narsalar ko'rib chiqiladi. Uchinchi omil bu rasmiy ish staji va hisoblangan pensiya bazasi. Har bir pensionerning pensiyasi bir xil asosda shakllanmagan. Kimdir 35 yil rasmiy ishlagan, kimdir 15 yil ishlagan, kimdir ma'lum yillar norasmiy ishlagan. Kimdir tug'ruq ta'tilida bo'lgan, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Shuning uchun indeksatsiya e'lon qilinganda ham yakuniy o'zgarish
har bir odamda turlicha bo'lishi mumkin. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Ahmad aka 60 yoshda, u 30 yil rasmiy ishlagan, pensiyasi 2.400.000 so'm. Agar pensiya shartli ravishda 10% ga indeksatsiya qilinsa, Ahmad akaning pensiyasi 2.4 ming so'mga oshib 2.6 so'm bo'lishi mumkin. Bu yerda u foiz asosida sezilarliroq qo'shimcha oladi. Chunki boshlang'ich pensiyasi yuqoriroq. Ikkinchi misol, Mohira opa 52 yoshda, rasmiy staji kamroq, pensiyasi 9.000 so'm atrofida. Agar faqat 10% oshirish bo'lsa, uning pensiyasi 9.000 so'mga oshadi. Lekin agar davlat minimal pensiya yoki eng kam nafaqa miqdorini alohida ko'tarsa, Mohira opaga foizdan tashqari minimal kafolat orqali ko'proq yordam tegishi mumkin. Demak, past pensiya oluvchilar uchun faqat umumiy foiz emas, minimal pensiya miqdori ham juda muhim. Sobir aka ishlashda davom etayotgan pensioner. U pensiya oladi. Lekin shu bilan birga rasmiy ish joyida ishlab maosh ham oladi. Bunday fuqarolar ko'pincha savol beradi. Men ishlayotgan bo'lsam, pensiyam indeksatsiya qilinadimi? Amaliy tartiblar mamlakat qonunchiligi va yil bo'yicha qarorlarga bog'liq bo'ladi. Lekin umumiy tamoyil shuki, pensiya huquqi saqlanadi. Rasmiy ish staji va daromad esa keyingi qayta hisoblashlarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z ish joyidagi rasmiy to'lovlar to'g'ri ketayotganini tekshirish kerak. 4-misol, Dilbar opa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. U oddiy yoshga doir pensiya emas. Boshqa turdagi ijtimoiy to'lov oladi. Indeksatsiya bo'yicha qarorlarda qaysi to'lovlar qamrab olinishi alohida yoziladi. Ba'zan yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari, ijtimoiy nafaqalar va kompensatsiyalar birgalikda oshiriladi. Ba'zan esa ayrim toifalarga alohida tartib qo'llanadi. Shuning uchun hammaniki oshdi. Meniga ham aynan shunday bo'ladi deb taxmin qilish xato. Kim xavotir olish kerak? Men birinchi navbatda hujjatlarda uzilish bor fuqarolarga e'tibor berishni maslahat beraman. Masalan, mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liq emas, korxona yopilib ketgan, arxiv ma'lumotlari topilmayapti. Ish haqi haqida ma'lumotnoma yo'q. Familiya o'zgargan, pasport ma'lumotlari eski hujjatlar bilan mos kelmaydi. Bunday holatlarda pensiya hisoblash yoki qayta hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi xavotir guruhi bu norasmiy ishlaganlar. Agar odam yillar davomida konvertda maosh olgan bo'lsa yoki umuman rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, pensiya huquqi va miqdorida bu seziladi. Indeksatsiya mavjud pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Lekin u yo'q stajni avtomatik yaratib bermaydi. Shuning uchun hali pensiyaga chiqmaganlar uchun eng katta xulosa shuki, rasmiy ishlash. Rasmiy daromad ko'rsatish va ijtimoiy to'lovlar ketayotganini nazorat qilish kelajakdagi pensiyani himoya qiladi. Kim unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz tayinlangan, hujjatlaringiz to'liq, bank kartangiz faol, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz ma'lumotlar bazasida to'g'ri, hech qanday nizoli holat yo'q bo'lsa, indeksatsiya odatda avtomatik tarzda qo'llanadi. Ya'ni har bir pensioner alohida ariza yozishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin avtomatik bo'ladi degani umuman tekshirmaslik kerak degani emas. To'lov kelganda miqdorni solishtirib ko'rish. Rasmiy xabarlardagi foiz va sanani tekshirish baribir kerak. Endi eng ko'p chalkashlik bo'ladigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat indeksatsiya sanasi. Pensiya oshirilishi haqida qaror chiqsa, unda qaysi sanadan boshlab amal qilishi aniq yoziladi. Masalan, qaror fevralda e'lon qilinishi mumkin, lekin oshirish yanvardan, martdan yoki boshqa sanadan kuchga kirishi mumkin. Agar sanasi oldingi oyga qo'yilgan bo'lsa, ayrim hollarda farq summasi keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar faqat qaror chiqdi degan gapga emas, qaysi kundan boshlab degan joyga qarashi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Foiz pensiyaning qaysi qismiga qo'llanadi? Ba'zi to'lovlar asosiy pensiyaga kiradi. Ba'zilar ustama yoki kompensatsiya sifatida alohida hisoblanadi. Masalan, yoshga doir pensiyaning asosiy miqdori, qo'shimcha ustamalar, alohida xizmatlari uchun to'lovlar, kompensatsiyalar hammasi bir xil indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Qarorda aynan qaysi turdagi pensiya va nafaqalar oshirilishi ko'rsatiladi. Shu sababli ikki qo'shni bir xil foiz e'lon qilinganini eshitib, lekin har xil qo'shimcha olishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, minimal pensiya oshsa, yuqori pensiya qanday ta'sir qiladi? Ko'pchilik eng kam pensiya oshdi. Demak, mening pensiyam ham shuncha oshadi deb o'ylaydi.
Aslida minimal pensiya asosan eng past darajadagi to'lovlarni kafolatlash uchun ishlaydi. Agar sizning pensiyangiz minimal darajadan ancha yuqori bo'lsa, minimal miqdorning oshishi sizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Sizga umumiy indeksatsiya yoki boshqa qayta hisoblash mexanizmi ta'sir qiladi. 4-chi nozik jihat bank kartasi va to'lov kanallari. Ba'zan pensioner pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Lekin aslida to'lov kartaga tushgan, SMS kelmagan, karta muddat tugagan, bank ilovasida ko'rinmayapti yoki pul qisman yechib olingan bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda bankdagi harakatlarni tekshirish kerak. Agar pochta orqali olinsa, pochta bo'limidagi jadval, yetkazib berish sanasi va to'lov qaydnomasini aniqlash kerak. 5-nozik jihat. Qayta hisoblash bilan indeksatsiyani adashtirmang. Indeksatsiya bu umumiy oshirish. Qayta hisoblash esa shaxsiy hujjatlar, qo'shimcha staj, yangi ma'lumotnoma, ish haqi haqidagi tasdiq yoki qonunchilikdagi alohida norma asosida pensiyani qaytadan ko'rib chiqish. Masalan, siz arxivdan eski ish joyingiz bo'yicha maosh ma'lumotnomasini topdingiz. Bu sizning pensiyangizni qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Bu indeksatsiyadan alohida jarayon. Ya'ni siz ham indeksatsiyadan foyda ko'rishingiz, ham hujjatlar to'liq bo'lsa, qayta hisoblash orqali pensiyangizni oshirishingiz mumkin. 6-nozik jihat ish stajidagi ayrim davrlar. Ba'zi davrlar stajga kiradi, ba'zilari shartlarga bog'liq. Harbiy xizmat, ta'lim, parvarish davri, tug'ruq ta'tili, nogiron farzandni parvarish qilish, chet elda ishlash kabi holatlarda hujjat va qonunchilik talablari juda muhim. Men doim shuni aytaman. Men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Uni tasdiqlovchi hujjat kerak. Pensiya tizimi og'zaki xotiraga emas, hujjatga tayanadi. 7-nozik jihat. Chet elda yashayotgan yoki vaqtincha boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Agar pensioner yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, doimiy ro'yxat, bank rekvizitlari, aloqa raqami va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Aks holda xabarnoma kelmaydi, chaqiruvni ko'rmaydi, hujjat talab qilinganda kechikadi. Ayniqsa chet elda bo'lganlar uchun pensiya to'lovlari bo'yicha alohida tasdiqlash, ishonchnoma yoki boshqa tartiblar talab qilinishi mumkin. 8-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar pensionerning aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa majburiy undiruvi bo'lsa, pensiya oshgani bilan qo'lga tegadigan summa kutilgandek bo'lmasligi mumkin. Masalan, pensiya 200 ming so'mga oshdi, lekin undan ma'lum qismi qarz uchun ushlab qolindi. Pensioner esa menga oshirish berilmadi deb o'ylaydi. Bunday holatda bankdan yoki tegishli tashkilotdan ushlab qolish asosini so'rash kerak. 9-nozik jihat rasmiy xabar va mish-mishni ajratish. Pensiya mavzusida har yili turli gaplar tarqaladi. Hammaniki 2 barobar oshadi. Falon sanada qo'shimcha pul beriladi. Ariza yozmagan odamga oshmaydi. Faqat bir viloyatdagilarga beriladi kabi. Men tomoshabinlarga aniq tavsiya beraman. Faqat rasmiy manbalarga qarang. Prezident qarori, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi, iqtisodiyot va moliya vazirligi, Maybank.gov, kabi rasmiy kanallar orqali tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanaldan kelgan xabarga qarab hujjat topshirib yurish yoki kimlargadir pul berish xavfli. Endi men sizga juda aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam, hozirgi pensiya miqdoringizni yozib qo'ying. Oddiy daftar bo'lsa ham mayli. Masalan, 2025 yil dekabrda olgan pensiyam falon so'm, qo'shimcha to'lov falon so'm, jami falon so'm deb yozing. 2026 yilda indeksatsiya bo'lganda solishtirish oson bo'ladi. Ikkinchi qadam, rasmiy qarorni toping va sanasini ko'ring. Qarorda 3 ta narsaga e'tibor bering. Qaysi sanadan boshlab kuchga kiradi? Qaysi to'lov turlari oshiriladi? Oshirish foizdami yoki aniq summadami? Agar o'zingiz tushunmasangiz, farzandingizdan, mahalla mas'ulidan yoki pensiya bo'limidan tushuntirish so'rang. 3-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar bo'lsa, ularni bitta papkaga joylang. Juda ko'p odamlar kerakli paytda hujjat topa olmay qoladi. Keyin o'ylar ketadi. 4-qadam, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Tegishli pensiya bo'limiga yozma ariza bering. Arizada ismingiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingiz aniq yozilsin. Masalan, mening pensiyamga 2026 yilgi indeksatsiya
qo'llangan qo'llanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaning kirim raqamini oling yoki elektron yuborsangiz, tasdiqni saqlab qo'ying. 5-qadam bank hisobingizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, bank ilovasiga kira olasizmi? Boshqa odam kartangizdan foydalanmayaptimi? Ishonchnoma orqali pul olayotgan shaxs to'g'ri harakat qilyaptimi? Bularning hammasini nazorat qiling. Ayniqsa yoshi katta ota-onangiz bo'lsa, ularga yordam bering. Ba'zan muammo pensiya bo'limida emas, bank kartasida bo'ladi. 6-qadam, agar ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy maoshingiz va to'lovlaringiz bo'yicha ma'lumotni tekshirib turing. Sizning nomingizdan ijtimoiy to'lovlar to'g'ri ketayotgan bo'lsa, bu kelgusidagi qayta hisoblashlarda yoki huquqiy masalalarda foydali bo'lishi mumkin. Norasmiy daromad bugun qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiyada zarar keltiradi. 7-qadam, oilangizdagi hali pensiyaga chiqmagan odamlarga ham tushuntiring. 2026 yilgi indeksatsiya faqat hozirgi pensionerlar mavzusi emas. Bu hamma uchun dars. Agar odam 30 yoshda norasmiy ishlasa, 60 yoshida nega pensiyam kam degan savolga javob shu yillardan topiladi. Rasmiy ish, hujjat, mehnat staji va maoshni yashirmaslik pensiya xavfsizligining asosidir. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman, indeksatsiyani tezlatib beraman. Falon tanishim bor, oldindan pul bering degan odamlarga ishonmang. Indeksatsiya rasmiy tartibda amalga oshiriladi. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, uni pul berib emas, ariza, hujjat va rasmiy tekshiruv orqali talab qilasiz. Agar kimdir pul so'rasa, bu alohida xavf belgisi. Demak, 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida eng asosiy hisobga olinadigan omillar bu inflyatsiya, byudjet imkoniyatlari, pensiya jamg'armasi tushumlari, minimal ijtimoiy kafolatlar, pensiyalarning pensiya turi, ish staji, rasmiy daromadi va hujjatlarining to'liqligidir. Eng katta xato shuki, odamlar indeksatsiyani hamma uchun bir xil natija beradi deb o'ylaydi. Aslida har bir pensionerning holati alohida. Kimdadir foiz ko'proq seziladi. Kimdadir minimal pensiya oshishi muhim bo'ladi. Kimdadir qo'shimcha hujjat topshirsa, qayta hisoblash orqali foyda chiqadi. Men sizga maslahat beraman. Pensiya miqdoringizni yozib boring, rasmiy qarorlarni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Tushunarsiz joy bo'lsa yozma murojaat qiling va mish-mishlarga ishonmang. Agar bu videoda aytilganlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizningcha 2026 yilda pensiya indeksatsiyasida eng avvalo nimaga e'tibor berish kerak? Past pensiya oluvchilarnimi, uzoq yil ishlaganlarnimi yoki dori-darmon va kommunal xarajatlar oshishini? Fikringizni yozing. Chunki bu mavzu har bir oilaga bevosita tegishli.